Endi soliq 5 baravarga oshiriladi. O'zbekiston yerosti suvlaridan hisoblagichsiz foydalanganda soliq to'lovlari 5 baravarga oshiriladi. Bu haqda 30-aprel kuni Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi majlisida ma'qullandi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga ko'ra qo'shimcha o'zgarishlar kiritish to'g'risida qonunda so'z boradi. Qayd etilishicha, yerosti suvlarining yerlarni sug'orish, boshqa maqsadlar uchun olish keskin o'sgani, shuningdek quduqlarni ruxsatsiz burg'ulash, suvlardan nazoratsiz foydalanish, hisobga olmasdan foydalanish hollari davom etayotganligi sabab yerosti suvlar resurslarini muhofaza qilish choralari kuchaytirish zarurligi paydo bo'ldi. Shu sababli litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillar to'g'risidagi qonunga yerosti suvlariga quduqlarni burg'ulash uchun yerosti suvlariga quduqlarni burg'ulash faoliyatiga ruxsatnoma berish tartibini joriy etish belgilanmoqda. Jumladan, Soliq kodeksiga yerosti suvlaridan foydalanuvchilar tomonidan suvlarni hisobga olish vositalarisiz suv olganda soliq to'lovlarini belgilangan stavkasining 5 baravar miqdorda undirish nazarda tutilmoqda.